Adasi, Oo. qarang bitta narsada. To'xtag-a. Ha. Har doim sen gapirasan, a? Ha. Men gapiray. Ertaga 14-yanvar. Nimadirlar tayyorlayapsanmi? Bu necha yil, 9 yil bo'ldi. Adasi, faqat yo'q, sovg'a bormi ertaga? Ya, mana qarang, to'xtang. Shundan Bitta gapir. narsada. Mana 14-yanvarga hamma qizlar, ayollarga odat bo'lgan naski podarka qilish. Endi naskilaringiz ko'p. Sizni xafa qilgim kelmayapti. Qo'lingizni ortib qo'yib naski bergim kelmayapti. Endi boshqa narsa ber. Men o'zim sovg'aman-ku sizga. Voy, mayli. Lekin bitta zo'r gap bor. Ha. Iloyim ayol kishini qo'liga qaratmasa, avf deydi-ku. 8-marta podarka berish. O'sha gap. Har doimgidek shu. Bechara erkaklarchi ham ishlasa, ham xarajat qilsa, ham uyga qarasa, kommunalka to'lasa, mashina olib bersa, telefon olib bersa-da, yana podarka olmasdan podarka bersa. Qani haqiqat? Yo'q, erkak kishi o'shaning uchun To'xta. Oilani boshi. Sen psixolog emassan, sen o'zingchisan, unaqa miyam qilmagin. Hop, sizni qalban nima edi? Ko'ngildan tabriklayman. Rahmat. Avf deb qo'ymading desan ham.